obunachilar, xudo xolasa narxi arzondan qidirib beraveraymi? Videoni boshidan bittadan like bos. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa arzonidan arzon chorvalar chiqadi. Namangan To'raqo'rg'on saroyida o'zimizni minimal firmamizda turibdi. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa 100 taga yetishimizga ozgina qoldi. Paddishkani qilib tursalar, xudo xolasa narxini chiroyli qilib qo'yib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli arzon chorvaning YouTube'dagi obunachilar, mana bunaqa Simentalga gibrididan so'ragan obunachilarimiz Namangan To'raqo'rg'on saroyidan mana bunaqa sigirlarni originallari, shvedlarni originallaridan xudo xolasa o'zimda mini mol firmamga yetib kelgan. Xudo xolasa like bosib, yurakchani qizartirib tursalang, paddishkani qilib, obuna tugmachasini ham ezib tursalang, narxini, bo'ylarini, hamma ma'lumotini o'zim berib o'taman. Xudo xolasa obunachilar, bugungi chislolarimiz 2026-yil 18-iyul haftani shanba kunida video syomkalarimiz olinyapti. Obunachilar, ustuboradan so'ragan obunachilarimizga xudo xolasa sigirga bo'ladigan sigir variantlaridan, buzoqlaridan xudo xolasa narxini chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa mashinadan boshladik. Bo'ylari xudo xolasa 90 kg uradi. Yeb ichishlariga bir hafta 10 kun garantiyalar bor. Vodiy bo'ylab dastlabkilari bor. Bo'ylari 90 cm ga berilaveradi. Xudo xolasa orqa boshlari idealdan so'ragan obunachilarimiz. Qop-qorasidan ostlari ham zo'ridan so'ragan obunachilarimiz aloqaga chiqib bittadan like bosib qo'yasizlar. Hop, yeb ichishlarga 10 kun garantiyasi bor dedik. Ozgina shoqi chiqib qolibdi. Yoshaylar 3-4 oylik. Anguska gibrid variantida. Vodiy bo'ylab dastlabkilarni o'zim qilib beraman. Narxini eshitadi. Kutib turgan obunachilar narxini 10 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Aloqaga chiqib like bosib qo'yasizlar. Ikkinchisiga obunachilar Simentalga gibrid originalidan so'ragan obunachilarimiz, idealidan so'ragan obunachilarimiz. Bo'ylari xudo xolasa 1 metr kelura, yoshlilar 5-6 oylik. Ostlarini ko'rsatib qo'yamiz obunachilar. Obunachilar ostlariga e'tibor beringlar. Xudo xolasa bo'ylari 1 metr kelura, narxi obunachilar 11 million 500 ming so'm, 11 million 400 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkilarni yetkazib beramiz. Aloqaga chiqib like bosib qo'yasizlar. Jupini olaman degan obunachilarimiz Tashkent dastlabkasi. Obunachilar, mana bu o'ta katta molni qaranglar. Mashaalloh, turk yuragidan. Birinchi, ikkinchi tumsaga qisir variantidan ostlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Ey bu obunachilar, ozgina tepishi bor. Lekin eplab olaman degan obunachilarimiz aloqaga chiqarasizlar. 4-5 litr suti bor. Bo'ylari 1.35 ag'baga kelaveradi. Mana qaranglar. Garbonoslarga e'tibor bering obunachilar. Orqa korobkalar zo'r. Stakan tuyog'idan. Hamma stakan tuyoq obunachilar. Narxi akalar 22 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Aloqaga chiqib like bosib qo'yasizlar. Originallaridan obunachilar, originallaridan, toza qonlilaridan shvedni 100 talik emas, 50-70% dan so'ragan obunachilarimiz. Ostlarga e'tibor beringlar. Maza qilib, vazillat sovadi, xudo xolasa olgan odam. Hayotbek bitta sovib ko'rsatib bermoqchi oldi. Obunachilarni kuttirmasdan tishlari 8 ta 4-qoringa noma'lum lekin. 2 oylig'i gumon variantidan. Qisirga ham bermaymiz, bo'g'izga ham bermaymiz. Obunachilar, mana qaranglar. Yosh bola ham vazillat sovura. Qo'lingga bitta sovib ko'rsatib ber. Mana qaranglar obunachilar. Xudo xolasa vazillat so'rasa 3-4 litr suti bor, aloqaga chiqarasizlar. Narxi 18 million 500 ming 18 million so'mga ketaveradi. Bo'ylari 1.30 ligidan xudo xolasa bugungi mollarimiz tugadi. Like bosib, paddishkani qilib, obuna tugmachasini ham bosib besdan chiqmasin. Xudo xolasa obunachilar yaxshi paddishkan qilyapsizlar. Hammalaringga rahmat. Xudo xolasa mana arzonlardan chiqarib beramiz. Hammani chorvasida mana kamida 10 ta boqish nasib qilsin. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga bugungi videolarimiz tugadi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Bugun ham xudo xolasa videolar qilamiz.